har qanday mahsulot yetishtirayotgan yurtdoshlarimiz bir narsani tushunib olishlari kerak, sodda va ilmiy qilib tushuntiraman. U xoh paxta, g'alla yetishtiruvchi yoki meva sabzavot yetishtiruvchi bo'lsin, siz uchun eng katta resurs yer bo'lib qolmasligi kerak. Ya'ni eng katta resurs fikr yuritish. Yoshimiz mana 50 yoshdan oshdi. Tajribamdan kelib chiqib aytamanki, ko'p fermerlar bilan muloqot qilishimiz natijasida bilamanki, ko'p fermerlar, dehqonlar, tomorqachilar yoki o'sha issiqxona egalari, bog'bonlar nimani tavsiya qilsa shuni qiladi, qo'shnisi nimani eksa shuni ekadi. Lekin o'zi izlanib, o'rganib, o'zi qaror qabul qiladigan inson juda kam. Hozirgi vaqtda dehqon uchun eng to'g'ri yo'l kam xarajat qilib ko'proq foyda olish. Ayniqsa mana hozir paxta g'alla yetishtiruvchilarda narx past bo'lgani sababli bular aynan shu yo'nalishda mehnat qilish kerak. Har yili kamida bitta yangi navni sinov, ozroq joyda sinov ishlarini qilish kerak, bitta nav ustida, yangi nav ustida. Xitoy navi bo'lsin, Gollandiya navi bo'lsin, Turkiya navi bo'lsin, farqi yo'q. Ikkinchidan, o'g'itlarni kimdir tavsiya berganini emas, faqat tuproq tahlili natijasiga qarab turib o'g'itlash kerak. Fosfor kammi? Fosfor berish kerak. Gumus miqdori kammi? Go'ng berish kerak. Mahalliy o'g'itlar. Uchinchidan, internetda doimiy yangi agrotexnologiyalarni kuzatib borish kerak. Ishlov sxemalarini. Tajriba qilishdan cho'chimaslik kerak, qo'rqmaslik kerak. Yana bitta tavsiyam, har yili hosil yig'imidan keyin analiz qilish kerak. Bu yil nima bo'ldi, nima yutdim, qayerda xato qildim, shulardan to'g'ri xulosa qilib, keyingi yili shu xatoni to'g'rilash yo'nalishida ishlash kerak. Va oxirgisi, hech qachon men hamma narsani bilaman deb aytmaslik kerak. Chunki bu narsa eng katta xatoliklarga olib keladi. O'qing, o'rganing, sinang, so'rashdan uyalmang va albatta har qanday ma'lumotni tahlil qiling. Uni ko'r-ko'rona qilishdan qoching. Alloh dehqonchilarga baraka bersin. Salomat bo'ling.